Akalar, YouTube kuzatuvchilari, biz pul topar mashinalarni obzor qilishda davom etamiz. Keyingi mashinamiz tentovka bo'ladi. Hop, tentovka bilan furgonning farqini sizlarga aytaman. Buni farqi faqatgina o'sha furgonida или tentovkasida bo'ladi. Motori, yuk ko'tarishi, qolgan balovatlar, mayda chuydalari hamma yo'g'i bir xil bo'ladi. Ya'ni buni ham motori xuddi o'shanaqa 2 litr atmosferniy Toyota motor. Hop, yuk ko'tarishi 2.80, balonlari oldi balon 15, arkasi qo'sh balon 13 bo'ladi. Yana bitta ahamiyat beradigan tomoni, arkasi resor bo'ladi, oldi amortizator bo'ladi. O'shani hisobiga juda ham yumshoq yuradi mashina yo'llarida. Xo'p, buni tentovkasini bitta ko'rib chiqamiz. Keyin sizlar bilan salonni yana bir marta ko'rib chiqamiz mashinani ham. Tentovkasi mana shunaqa shtorkali bo'ladi. Buni ham yuklab, yuk tushirishga juda ham qulay. Shtorkasini juda yig'ib qo'yib, bort qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz yomg'irli kunlarda shunday qaytarasiz, tent qilib ishlatsangiz ham bo'ladi bemalol. Buni kubasi furgonning kubasiga qaraganda ozgincha ko'proq bo'ladi. Sabab buni bo'yi balandroq furgonga qaraganda. Keyin yana bitta qulay tomoni buni, bu texpasportga pryamoy tent bort bo'lib chiqadi. Shu tomoniga ham e'tibor berishingizni so'raymiz. Sababi, agar sizlar bartoy olib turib, o'zim tent qildirib olaman desanglar, sizlar qayta jihozga yana bitta dokument qilishingizda kerak bo'ladi. Hop, endi buni bitta salonni ham ko'rib chiqamiz. Xo'p akalar, buni ham saloniga mana o'tirib oldik, xudo xolasa. Buni ham roli xuddi o'shanaqa elektrousilitorli, signallarni ham teshinglar, signallariga ham baho berib qo'yasizlar. Xo'p, bunda ham magnitofon bor, konditsioner pechkalari bor, bari bor. Bari mana bitta ochiladi ham, bitga bemalol hujjatlarimni nima kerak bo'lsa topib ishlatsanglar bo'ladi. Bu mashinamiz akalar kuchli bo'ladi. Kuchli deganda buni mana shuna barni ko'tarib bemalol 3 kishi o'tirsa bo'ladi. Texpasportda ham 3 kishi chiqadi bu. O'zining karmashkalari bor. O'zining kitobchalari chiqadi ichidan. Konditsioner deflektorlari, skorost 5 pog'onali skorost bo'ladi. Zadniy bilan 6 pog'ona bo'ladi. Rushnoyi. Albatta sizlarga bu mashinaning narxi qiziq bo'lib turgan bo'lsa kerak. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 255 million 360 ming so'm bo'ladi. Sizlar buni ham 25% ni to'lab turib bemalol olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Xohlasanglar avtokredit, xohlasanglar leasing, xohlasanglar naqd to'lab olib chiqib ketsanglar ham bo'ladi. 1 yildan 5 yilgacha avtokredit yoki leasing qilib beraveramiz. Mana bitta o'zini askiga qo'yadigan joylarigacha bor. Askini qo'yib qo'yib bemalol uzoq yo'lda maza qilib yurasizlar. Albatta akalar, videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Sababi sizlar like bossanglar, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa bunaqa obzorlar juda ham ko'p chiqadi. Agar sizlarga mashina qiziq bo'lsa, olish niyatinglar bo'lsa, mana shu pastdagi nomerlarga shunday aloqaga chiqinglar, o'zlari ma'lumot berishadi, kerak bo'lsa mashinani chiqarib ham berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.